mana shu domlardan biri edi. Xuddi sotuvchim aytgandek, mana shu domga oxiri deydi. Shunaqa xaroba domga keladim, men unaqa zo'r domlarga bermaydim meni. Shunaqa zo'r biznesmen bo'lyaptim men. Pul topar bo'lyaptim men shunaqa. Men kattaroq dom bermaydim. Qanaqadir eski uylarni bergan. Lekin ichi yaxshi bo'ladi deganda, usti bunday bo'lsa ham, ichi yaxshi bo'lsa mayli. Xo'sh, qani edi endi u dom? Buncha lift qo'ymaydi. Lift qo'yish kerak edi, lift. Menimcha mana shu. Juda ajoyib-ku. Qanaqa yaxshi emas, bu zo'r ichi. Lekin usti ham zo'r bo'lsa, notebookmi? Qani, to'xta, rocker yangi video bosibdimi? Buni videosiga like, obuna bosib qo'yish kerak. Sizlar ham bosib qo'yinglar. Sal dam olay, nima kreslo, divan zo'r-ku, to'xta. Mana bu yo'qsa bo'ladimi? Televizor, yo'qsa bo'lar ekan. Televizor yondi. Bu kim? Michael Jacksonmi? Bilmayman. Tanimayman, tanisanglar izohda yozinglar, xullas. Nima edi? Kim bu? O'charka, yo'narka. Mabaq nima? Men yaxshi ko'rgan joymi? Men sevaman bu yerni. Sevaman. Qara. Mazza. Ondan mazza qildim hakirsa. Mazza qildim. Qo'llik chup. Sochpa. Burada mening yo'qtirgan joyim. Xo'sh, dam olishim olsammi? Yo, biznesim haqida o'ylasammi? Menimcha biznes haqida o'ylashim kerak. Biznes haqida ham o'ylash kerak. Menimcha mana shu domlardan ba'zi birovlarni ijaraga bersam kerak. Hozir men sotuvchi akajonimdan so'raymiz-da, qani ketuvchi juda ham yomon ko'ramanda shu deb. Hazillashmayman bu. Nima edi ismi? Zinachalarni. Endi quruvchi ham qanday qilib qurgan? Bunaqa shahar nimaday? Shu dom nimasidan domni qurgan. Kallasi ishlamaganmi bitta? Eshikni ochib qo'yinglar domniki podezni. Bu nima? Uytimi? Bu menimcha sotayotgan bir bola. Tushunmadim bu joyda. Yejitel. So'raychi. Ey, brat. Assalomu alaykum. Brat, mana bu domda ijaraga uylar beradimi sotib olishga? Mana bu domda orqamdagi ana shu domlarda. Bilmadim, ukam berishi mumkin. Lekin ijaraga beriladi deb yozib qo'ygandi. Borib o'sha yerda xo'jayinidan so'rab ko'r. Agar xo'p desa beradi. Tushundingmi? Tushundim. Rahmat kattakon. Arzimaydi. Bu brat aytibdilar-ku. Nima degan gap bu? Mana shu xo'jayin. Chunki kirgandan, brat. Brat mayli. Brat, qarochi ijaraga berayotgan uyingiz bormi? Salom, qanday iflos. Assalomu alaykum. Uzr. O'sha brat, ijaraga berayotgan uyingiz bormi? Ijaraga 2-qavatdan 3 ta uyim bor. Ko'rib chiq, agar ma'qul bo'lsa sotaman. Qanchadan ekan, bratim? Shu nima desam ekan, aytolmayapman-da. Aytaring totdim-men, pul boyman. Shu bir pochka 5000. Nima? Bir pochka? Boshiga shundoq, keyin azob bo'lib ketadi. Xavotirlandim.
Sen shundoq bo'ladi, boshiga shundoq. Qo'rqma, xavotirlanma. Mayli pulim bor. Qani, men ko'raveraymi? Ha, ko'raverma, ungacha rahmatdan ko'rib turaman. Qani, endi u ikkinchi qavat dedi menimcha. Shu yozuvchilik joylar bo'lishi kerak. Mana nima? Lift ishlamayapti shekilli. Mana. Orendaga sotiladi. Qani uyni ko'raychi. Menimcha buni hammasi bir xil. Vannasini ko'raychi. Vannasi bo'ladi. Lekin men o'yim bundan zo'r. Kattalik jihatida bular zo'r. Endi texnika bir balola bo'yicha meniki zo'r. Xullas o'zi bitta domlarni ko'raychi. Qanaqa joy nima. Hichim ko'rmadim, uni biroq ko'rmadim, bitta mana shu yerda o'tirib turaychi. Xullas do'st, nima qilsam ekan, olsammi yo'qmi? O'ylanyapman-da, lekin mashina olishim ham kerak. Mashina ham olishim kerak. Bu yerdan ijara qilib, kvartira olib, boshqasiga sotib tursam, menimcha shundoq qilay. Sotib oladigan bo'lyapman deyman. Brat, men faqat narsa ko'rib o'tiraman. Bratchika. O'zi, brat. Endi o'ynayapsan, brat, o'ynayapsan. Bizmi? Aka-da. Bo'li. Aka, xullas men uyingizni olaman. Uyingizni olaman, prosta sal qimmat yo'qmi? Beraver. Eshitma. Keyin arzon bo'lib ketadi, bratchikam. Bratchika deyapsizmi? Eshitma. Короче, sunduqqa pul qo'y. Ertaga klienting va bu shavkatchilarga pul qo'yib ketadi. Zo'r uni gapni kvartirachilar sotib olasanmi? Dachalarga xizmat aytdim. O'sha короче olasanmi? Ha, olaman, mana pulni qo'yapman. Brat, ma'batda pul bor ekan. Unga teginmi? Ma'qul. Teginmi? Aytganimni qo'y. Qo'ymaysiz-da amakim. Endi ko'chib keldim-ku, urush qilasiz men bilan. Qo'ydim, brat, endi men ketdim, lekin xafa bo'ldim sizdan judayam. Bir pochka so'raysizmi? Bir pochka uyot bo'ldi-da, uyot. Qani bir bitta ko'zdan kechiraychi. Mashina sotib olishim kerak-ku. Endi nima qilsam ekan? To'xtaydi, men bitta odam gaplashishim kerak. Menimcha mana shu odam kvartiralar to'xtirib yuribdi. Brat. Brat. Assalomu alaykum, brat. Sizga uy kerak emasmi? Men uy sotib o'tgandim-da, brat. Короче, uy olasizmi? Bitta zo'r katta uy sotib o'tgandim. Men bu domda. Uy olasizmi, brat? Endi men olaman, chunki u yoqdan yuribman o'zim. Narxi qancha deysan, ukam? Narxi qancha desam ekan? 30 5000 beray. Endi o'zim 64 ta nimaga sotib oldim. Foyda ham qilish kerak-ku, brat. Ishora, mayli, xo'p deng, brat. Xo'p. Nega sen foyda emas, zarar qilyapsan? Men foyda qilaman. O'zi 16 tadan to'lashim kerak. Boshiga 64 ta ekan. Keyin foyda bo'lib ketadi, brat. Mayli, 32 ta desang 32 ta. Men o'sha domla xo'jayinim bilan gaplashib, uyni ko'raman, olaman. Короче, pulni o'zi bersa kerak senga, ha? Beradi. Rahmat, brat, borib turing. Mana nima qilyapti? Voy, blin.
Parayla bunu oturuyor joyunu. Vay be. Katta oldu. Kaç hatta ki jittildi ya. Şuna kamatı sikil bu. Mende bana yarıyor. Yakında olamam. Olamam. Mana mashina olishim kerak edi. Ani domchamga yuguraychi. Qanday bir mashina olib kelsam, pulim bor. Bo'yvachchaman. Mayli, mashina keyingi safarga. Hozir bizneslarimni o'ylashim kerak.